Bugun Paxtabodga boradiganman, chunki obeddan keyin shu oshxonamizga 5-6 soatgacha quyosh tushib, shunaqa issiq turadi. Yoz hali uzoq dedimda, nimadir o'ylab topishim kerak. Pardami deb turib, yon qo'shnimizni Paxtaboddagi parda do'koniga yo'l oldim. Borsam, xuddi mendagi muammo bilan kelgan odamimiz akasini chiqargani ketishayotgan ekan. Bir ko'raychi men ham natijani deb ular bilan bordim. Bu jalyuzilar Banisani 14 dan ortiq derazasiga o'rnatilibdi. Bemorlar ham ko'rib, Banisadan chiqsam qo'ydiraman uyga deb mo'ljal qilib qolishdi. Buni o'rnatgandan keyin shunaqa salqin bo'lib qoldi xona. Men ham oshxonam uchun shundan tanladim. Sizlarga ham kerak bo'lsa, agar uyingiz rangiga qarab har xilidan tanlay olasiz. O'lchash, o'rnatish xizmatlari bepul. Do'kondan jalyuzi, turli xildagi pardalar va yana polos gilamlarni ham arzon narxda topsangiz bo'ladi. Sizlarga endi manzilni tushuntirsam, Paxtabod dehqon bozorini ushbu ravotini to'g'risidagi jalyuzi pardalar do'koni Cafe King burgerxonasini yonida joylashgan. Qishloqdagi qizlar hozir sizlarga kartoshka hosilini yig'ishni ko'rsatadi. Agar o'timizga ekilgan kartoshkalar pishib, allaqachon bozordan sotib olmasdan hovlimizdan yeyishni boshlaganmiz. Birinchi bo'lib kartoshka qatorini o'tlardan tozalab oldim. Katta-kichigini keyin ajrataman deb hammasini bitta qilib yig'dim. Hozir bu kartoshkani yeyishga emas, mehmonga olib ketishga kovladim. Bizda hosil yig'imi paytida biron joyga mehmondorchilikka borilsa, dehqonchilik deb agroda pishgan ekinlardan ovolinadi. Bugun ham kartoshkaga qo'shib dumbul ham olmoqchi edim, ya'ni makka jo'xori, bizda dumbul deyiladi. Unga hali ozgina bor ekan pishishiga. Hovliga pomidor bodring ham ekkanmiz erta bahorda. Bodringda har kuni 5-6 talab yig'ib olamiz. Pomidor bo'lsa pishishda yaqinda boshlagan. Xullaski hovlida yashashning foydalari, oziq-ovqatingizni o'zingiz sveji uzib yeyishingiz. Kartoshkani kattasi mehmonga, kichigi o'zimizga qilib ajratib oldim. Kartoshka solgan paketim yirtiq ekan yoki ko'tara olmay yirtilib ketdi. Xullas bu meni bugungi kunimni kichik bir qismi edi. Bugun sizlar bilan dumbul sho'rva qilamiz, ya'ni makka jo'xorili sho'rva. Ovqatga ketadigan masalalar deyarli hammasi pomidor, bolgarskiy, agrotimizdan chiqadi hozirgi paytda. Kartoshka ham tugab qolgan ekan, ovqatga yarasha qilib kovlab oldim. Men o'zim dumbulni juda ham yaxshi ko'rganim uchun ko'pgina qilib pishirdim. Oraylarda dumbulni yaxshi ko'radiganlar bo'lsa, qo'linglarni ko'tarib ketinglar. Ovqatga qo'g'irib suv quyib qo'yib, yangi kraska bo'lgan joylarda artib chiqdim. Sizlar mutlaqo haqidinglar. Plan-payani kraska qilib o'zim ish oshirdim, lekin shu bilan chiroyli va pokiza turibdi. Polda artishga 5 minutdan vaqtim ketmadi. Ortib qolgan kraskani hamma ro'zaviy joylarga ishlatib tugatdim. Natijani va ish jarayonini keyingi videoda ko'rsanglar bo'ladi. To'g'risini aytsam, shu kraska ishidan keyin uylarda polni qilib chiqish hayoli tinch qo'ymayapti, lekin hamma o'zini ishini qilgani yaxshi, to'g'rimi? Bu uylar qayta qurilib, yangilanganda o'z ishini ustalari qilgani ma'qulroq. Eshikda ozgina ish qilib kelgunimcha sho'rva ham pishib qoldi. Uzatish iloji bo'lganda dumbul ho'rlarga uzatib borardim. Hazil albatta, menga endi yoqimli ishtaha. Kecha kraska oshib qolganida tursa qotib qoladi deb uyni boshqa taraflariga ishlatib yoradigan bo'ldim. Pushti rangdagi hamma joylarda palovoy qilib chiqaman endi. Kraskani siyray surtib 2-3 sloy qilsa ko'chib ketmaslik ehtimoli ko'proq bo'ladi deb tavsiya berishibdi. Baribir hamma ishni o'z ustasi yaxshi shu o'rinda sizlarga bitta foydali bo'lgan reklamani bo'lishib ketmoqchiman. Bilasiz, uyni mustahkamligi fundamentga bog'liq, ya'ni beton mustahkam bo'lsa qolgani bo'laveradi. Uyingizni fundamentini bir kunga qolmay o'zlarini maxsus mashinasida qilib berib ketadi degan kollektiv ustalarni tavsiya qilmoqchiman. Beton uchun kerak bo'ladigan hamma mahsulotlar o'zi bilan keladi. Ko'rib turgan mashinangiz shagal va sementni o'zi aralashtirib maxsus holatga keltiradi va juda tiniq holatda beton tayyor bo'ladi. Qarindoshimiz uyi bo'lgani uchun borib ish jarayonini o'zim kuzatib turdim. Sizlarga ham ushbu xizmat kerak bo'lsa, nomerlarini qoldiraman. Uyida qurilish boshlamoqchi bo'lib turgan tanishinglarga jo'natib qo'ysanglar foydali bo'ladi deb o'ylayman. Ustalar Andijon bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Biz ham nasib qilsa yaqin kunlarda qurilish boshlamoqchimiz. Demak, fundament uchun ustalar tayyor. Meni ustachiligim ham nihoyasiga yetdi, lekin hali ham kraskam tugamadi. Juda barakali chiqdi. Endi bu taraflarni ham kraska qivoraman. Keyingi videolarda ko'rishingiz mumkin natijani. Bugun qishloqdagi qizlar ustachilik qiladi, ya'ni shu pilapayani kraska qilamiz. Burchakkaga o'xshab sal narsaga ham dog' bo'lib ketaveradi. Yuvsam ham dog'i ketmaydi. Shunga kraska qilib dog'larga barham beray dedim. O'zi bu ish menga juda ham yoqadi, ya'ni kraska qilish. Chunki kirlarni usti yopilib, har bir kraskaga surtgan joyimda go'zallik paydo bo'ladi. Esinglarda bo'lsa, Rossiyaga ketishdan avval ham kattagina javonda oq kraska qilgan edim. Har safar kraska qilib bo'lib ishni tugatganimda
xuddi san'at asari yaratib qo'yganday qilgan ishim ko'zimni yayratadi. Baribir ham bu ishni ustasi masmanda qarang, eshik tagini birinchi qilishim kerak edi, lekin qo'lim yetmay qolganda qildim. Bir chekkadan qilmasdan shoshilib, natijasi qanaqa bo'lishiga qiziqib, birinchi qilishim kerak bo'lgan joylarini oxiriga qoldiribman. Lekin uddaladim deb o'ylayman, chunki natijasi o'zimga yoqdi. Qalin qilib kraska qilsam yetarmikin bir banka deb o'yladim, lekin yarmi ham ketmadi. Ertalab yana bir qator qarayman. Chiroyli qursa shu bo'yicha qoladi, bo'lmasam yana bir qator qivoraman. Mayda kartoshkadan tayyorlagan taomimni istoriyaga qo'yganimda ko'pchilik retseptini so'rab yozibdi. Hammasi juda oddiy. Огородdan olib olgan kartoshkalarni maydasini ajratib olib, yaxshilab yuvib tashab, qaynatishga qo'ydim. Qaynatish paytida tuz qo'shib yuborsanglar, kartoshka mazali bo'lib pishadi. Kartoshka pishguncha yoniga shakarop tayyorlab turdim. Bilasizlar, pishgan va pishmagan pomidordan qilingan shakarobni yaxshi ko'raman. Огородdan bodring, qizil va ko'k pomidor terib chiqib tayyorlab qo'ydim. Oddiy katta-katta qilib to'g'ralgan piyozni tuz va nonga qo'shib yeyish yaxshi-ya, sizlarga ham yoqami? Va buni foydasi gripp, har xil virusli kasalliklar sizga yaqinlashmaydi. Kartoshkamiz ham pishib qopti. Ustidan muzday suv quyib, postini olib tashlaymiz va baland olovda qovursangiz ham bo'ladi, chunki kartoshkalarimiz pishib bo'lgan. Bizga qizarishi kerak xolos. Ustiga piyoz yoki shunaqa shakarop qo'yib dekoratsiya qilsangiz ham bo'ladi. Ko'chadagi ishlarimni bitirib, uyga och qorin bilan keldim. Yegulik istab огородga o'tgan edim. Qarasam dumbullarimiz ancha kattayib qopti. Tez orada dumbul sho'ri icharkanmiz dedimda, paxta tergani dalaga chiqqanda ko'p marta qilib yegan salatdan qildim. Ya'ni bodring, chala qizargan va qizarmagan ko'k pomidor, chesnok hammasini to'rgab, tuz sepib dimlab qo'yamiz. Uni o'ziga to'ymasligimni taxmin qilib, kartoshka ham qovura qolay dedim. Uyimizga ekkan kartoshkalarimiz pishgan. Hovlida yashashda foydali taraflaridan biri bozordan pulga olishingiz kerak bo'lgan narsalarni ko'pi o'zingiz uyingizda yetishtirilishi. Qorningiz ochganda yeyishga narsa topa olmay qolsangiz, sekin огородga o'tasizda pomidorni olib, tuzga tekkizib, non bilan yeb olasiz. Och qoringa shunaqa zo'r ketadi. Kartoshkani qizartirib, qattiq qilib qovurmoqchi edim, lekin pishirish paytim ko'chaga chaqirib qolishganiga plitani o'chirib ketgandim. Chiqqunimcha yumshoq bo'lib pishib qopti. Tuxumni chaqib pishirib olib, Hadichani chaqirib birga yeb oldik. Bu meni bugungi kunimdan qisqacha lavha edi. Sizlar ham qish uchun kompotlarni yopishni boshladinglarmi? Men bugun ham gilozdan 2 bankada kompot tayyorladim. Boshqacha shevada aytganda olchadan. Bankani berkitishda doim qo'shnimizni zakrivalkasidan foydalanaman, chunki ularga juda ham qulay. Bugun ham zakrivalka uchun chiqsam, to'shak paloslarimni so'kib, yuvib qaytadan qoplashim kerak deb o'tirgan ekan. Hayit bayrami yaqin, vaqtingizni boshqa ishga sarflangda. Bu ishni Nafis gilam yuvish xizmati firmasiga qo'yib bering. Narxlari arzon va ishi sifatli deb ularni tezagina chaqirib berdim. Sirazi kelib olib ketishdi. Ular nafaqat gilam poloslardi, balki ko'rpa, to'shak, katta adyollarni ham sifatini buzmagan holatda yuvib berishadi. Kompotim esimda o'rtoqlar, uyga chiqquncha tayyor bo'lib qopti. Chiqibla bankiga solib berkitib qo'ydim. Shakarni o'rniga novvot solgan edim, mazasi zo'r bo'libdi. Gilam poloslarga kelsak, bir kunda yuvib olib berishdi. Bularning mashinasi mahallaga kirganda yoqimli hidi mahallani tutib ketdi. Bu eski holati, bu bo'lsa yuvilgan holati. Bu eskisi, bunisi yuvilgan. Bu ham avvalgi holati, bunisi yuvilgani. Natijani o'zingizlar ko'rib turibsizlar. To'shaklarga kelsak, so'kib, paxtasini ottirib, qaytadan qoplaganday bo'lib qopti. Bulardan kelayotgan yoqimli hidni ta'riflab bo'lmaydi. Xullas bizga, ayniqsa qo'shnimga xizmati yoqdi. Andijon bo'ylab olib ketib va qayta olib kelish xizmati bepul. Hayit ayyomi chegirmasdan foydalanib 2 kun avval yuvgan polosim quridi. Tagini artib, tozalab, joyiga qayta solib qo'ydim. Suv yetmay qolib, ko'nglimdagidek yuvilmagan edi, lekin avvalgi holati bilan solishtirganda go'zal bo'lib qopti. To'g'rimi, nima deb o'ylaysizlar? Ancha oqargina. Eski holati shunaqa edi. Ko'mirdan qolgan qora dog'lari bor edi. O'shalar yo'qolibdi. Natija o'zimga yoqdi xullas. Endi anchadan beri tandirda non yopayotgan edik. Bugun xamir qilib qo'ydim. Suvni ko'p quyib yorib, xamir shunaqangi ko'payib ketdi. Tandirga sig'may qoldi. 3-4 tasini duxovkada pishirdim. Bugun o'zim rejalashtirgan ishlarimni ko'piga ulgurdim. Yelkamda tog'dek bo'lib turgan kirlarimni ham yuvib oldim. Hadicha bir kunda 5-6 qator kiyim almashtirgani uchun 3 kun kir yuvmasam kiyim qolmay ketadi. Bu safar shunaqa bo'lganida hammasini yuvib tashladim. Tezroq bitiray deb videoga ololmadim. Shu bilan bugun kunim yakunlandi.